Olib kelding. Achchiqqina masala qildim. Assalomu alaykum ona. Charon salom aytyapti, yaxshimisiz? Sizlarnikida non yo'qmi? O'zimizda bor-ku non. Olib kel bo'lmasa, ovqatni nima bilan yeyman? Mevoqlidan yotib oldingiz, Abbos aka. Boshim og'riyapti, bironsi olib kechirasiz. Nima olib keling? G'ish olib kel, oy Nima bilan. qilasiz? Tomsi olib qilaman, balki keyin boshim og'rib qoladi. Dori olib kel. Qanaqa dori? Qorin og'ridi, dori olib kelgin, charos, ichsam boshim og'ridi ham qoladi. Ha, Abbos aka. Qayerdingiz, charos? Uyda ish qilyapman. Ha, uydamisiz? Nima ovoz kelyapti? Eshik taqilyapti. Farosatingiz uyda qolib ketgan ekan, yarim soatdan beri taqilatyapman. Och eshidim, mol. Voy, hozir. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Assalom. Podarkami? Ha, Kimga? dugoning Nargizga. Nargiz erim senga podarka olib ketdi. Farosat skidga do'gan.